active listening haqida bo'ladi bu video. Yonchiq qo'ysa ham bo'ladi. Ketdik qani. Birinchi men listening tushuntirmoqchi edim. Короче, BBC Learning bilasizlar-ku. 6 minut yozish. Men boshqacharoq qilganman, lekin bilmam birov aytganmi yo'qmi eslamayman narsa. Lekin bunday bo'lish kerak aslida. Misol Telegramdanmi yo'q qanaqadir qo'yasizlar-ku. Hozir misol deylik, mana post mana shu qo'shiq. 6 minut bo'ladi baribir. O'sha 6 minutda 1 minutga yetgancha ishlash kerak. Mana 7 minutda shuncha yozib bo'lgan. 1 minutda 1 minutli yozganini, shu misol BBC Learningdagi 1 minutini 7 minutda yozib bo'lganman-da men. Misol hammada har xil deyman. Shuni yozib chiqasizlar birinchi, kompyuter bo'lsa kompyuter, telefon bo'lsa telefon, 1 minutini bor e'tiborda qaratib yozasizlar, keyin qaraysizlar 1 minut ichida. Qanaqa xato qildim? O'zini PDF bo'ladi-ku baribir. Misol PDF bormi? Misol mana PDF bo'lsa o'sha 1 minut yetgancha so'z bo'lsa, mana shu yerga qarab chiqasizlar. O'sha yerda qanaqa xato bo'ldi? Spellingda qanaqa xato bo'ldi? O'shani to'g'rilaysizlar. Misol boshida men xato qilib qo'yganman, belgilab qo'ydim, keyin boshqatdan eshitib to'g'ri qilganman. Mana shu 3 minutlisini mana shuncha yozganman-da. 428 ta so'z bo'lgan. 3 minutli so'zi. BBCning 3 minutlisi. Men shuni qilgani afzalroqda, chem 6 minutda yoki 20 minutlikni tekshirmasdan qilgandan ko'ra demoqchiman. Bu ancha foyda. O'sha Nilufar opalar ham aytadi, haqiqatan foyda beradi lekin. Listening ayniqsa, o'zi listening-ku. Reading bo'lsa yoki listening deb hozir polning listening o'tib bersam. O'tib endi foyda maslahatlarni aqlli yo'q. Listening deylik. Passive and active bor. Bilasizlar menimcha baribir. Passive degani bu passivnida o'sha o'zbek tilida ham shu passiv. Menimcha aktiv emas-da. Короче, misol idish tovoq yuvayotganda qiz bola bo'lgancha aytaman. Sizlar yoki supurayotganda uy yumushlari deylik. Uy yumuslarida, taksida, avtobusda o'zlaring bor. Короче, darsda bo'lmayotgan holatlarda bo'sh bo'lsalaring, kim bilandir muloqot bo'lmayotgan bo'lsa, sirazi shuncha olib turib bosaverish kerak-da. Shu passiv deyiladi. Misol unaqa ko'p e'tibor berish shart emas lekin. Misol passiv bo'layotgan paytida nimaga deyapti, nimaga bunaqa deyish shart emas. Passiv o'z nomi bilan passiv. Bu ham foyda beradi, lekin ko'p vaqt qilish kerak. Misol aktiv kerak, bu bir oyda qanaqadir darajaga yetish misol. 30 tadan 30 ta topish bo'ladigan bo'lsa, aktiv bilan 25+ chiqarib olsa bo'ladi-da. Endi odam o'ziga bog'liq, nasibasi endi. Harakatga ham bog'liq, qanchadir qism. Active listening rosa foydali. 80% tashkil qiladi deb o'ylayman men misollar. Active listening ko'tarsa, 20% passiv qilish kerak, 80% active listening bilan shug'ullanish kerak. Mana misol aktiv bitta videoni olish kerak. Bitta video yetadi. 5 minutli bo'lsa yaxshi. Endi boshlanishiga o'zlaring xohlagancha, endi sabrlaning chidaguncha 5 minut yetadi. Enough deylik. Yetadi, olamiz uni. Birinchi polni ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'rib chiqamiz. Lekin o'zlaringga yoqqan bo'lish kerak. Endi yoqtirmaydigan va eski, misol sizlar futbol qiziqmasalaring, futbol ko'rib o'tirishdan to'q yo'q. Nima haqida? Pishir kuydirib bo'ladimi o'sha foydasilar misol. Qiziqqan bo'lish kerak, lekin ko'rib chiqish. Ikkinchisi misol subtitr bilan ko'rish. Endi bu inglizchada subtitle yoziladi. Bilan ko'rish. Bilmagan so'zlarni yozib olish. Endi translate ham qilishdan. O'sha bilmagan so'zlaringni misol listening qilayotganda tushunmagansizlar-ku. O'sha so'zni bilmaganlaring uchun tushunmagansizlar deylik. O'sha so'zni bildilaring, endi tushunish kerak, to'g'rimi? 100% tushunish kerak. O'sha 5 minut joyini 100% tushunishlaring kerak. 100% tushundilaring, endi sizlarda ideya bor misol. Nima haqida bo'ldi deylik. Fotosintez haqida bo'ldi deylik. Fotosintez haqida so'zlar bildilaring.
o'zidan tashqari o'zlaringda ham so'z bor edi, ularni bildiring. Endi umumiy g'oya bor. Sizlarda 5-step bor, ya'ni bu degani summary degani. Summary xulosa bilasizlar endi. Yoki yozib yoki aytib ularni xulosa qilish kerak. Misol 5 minutlik videoda nima tema bo'lyapti? Shuni og'zaki yoki yozib xulosalasalaring foydalanchi o'zlaringga. Oshadi ham, shuning uchun ham aktiv deyiladi. Reading bu listening uchun aktiv. Reading uchun ham shu. Shu aytib o'tganimda reading tema ham shu. Active bor ham. Active, passive bor. Deylik. Passive shu o'zak tushuntirib ketaveraman. Passive bu misol telefonlaringni aytib o'tganimda Behruzga aytganim, telefonda yoki yana nima bor, kompyuterlaring bo'lsa, buni hammasini inglizchaga o'tkazishlar kerak, nastroykadan, sozlamalar. Chunki o'qishga o'sha undan tashqari ham misol xohlagan qiziqqan narsalaringni misol qanday pul topish deylik. Men misol kitobim bor-ku, pul psixologiyasi inglizcha o'sha menga yoqqan mavzu bo'lgani uchun bitta kitob kerak. Bu любой kitob farqi o'zlariga yoqadigan. Uni o'qish kerak. Uxlashdan oldin 5 minut, 20 minut o'sha o'zlariga bog'liq ham. Passive deyiladi bu. Lekin unaqacha lug'atlarga e'tibor berib bunaqa qilmaslik kerak. Passive payt. Lekin active bo'lsa bitta artikel olasizlar, o'zlariga yoqqan. Artikel o'qish kerak ko'proq, chunki akademik-ku, Seferga ham, IELTSga ham o'sha narsa tushiradi. Akademik so'zlar bor, strukturalar bor, hammasi o'sha artikelda shunaqa temada. Artikelda olasizlar, kamroq bo'lgan yaxshiroq, 2 ta, 3 ta passage bo'lsa yaxshiroq. Unga ko'p bo'lib ketish ham shart emas. Menga yoqmaydi unaqa ko'p ana bo'lsa. Passagelar ko'p bo'lsa, endi qiziqarli bo'lsa o'qiveraman. Endi shu bo'lsa olamiz, o'qib chiqamiz. Ikki lug'atlarni bilmaganlarimizni endi. Bildik endi o'sha lug'atlarini bildik. Endi o'qib chiqamiz. 100% tushunguncha deb ham. Boya foiz qanday qo'yilardi? Mana. Tushunguncha o'qish. Tushunish o'sha translatelarni yozib, o'qib, tushunib, kontekstlarni. Endi bunda tez o'qish o'sha imtihon payti baribir anada Seferdan, IELTSdanmi vaqt chegaralanadi-ku. Tezroq o'qish kerak, tezroq ham tushunish uchun. Tez o'qish, ovozni misol 1-2 ta so'zlarni qanday talaffuz qilishini bilmasak o'rganish. 5-chi shu summary og'zaki. Men og'zakini variant bergan bo'lardim. Chunki osonroq menga. Mana shu xulosa bu aktivga kirib ketadilar. Tak shu tushuntirish uchun bular.